Mana hozir VMA Saving degan mashinani terish jarayonidamiz. Hozir mana ustakamiz teryaptilar. Polni olib kelib, mana oldin ham bu yerlarga mashinka o'rnatganmiz bir nechta. Eng yaxshi klientlarimizdan biri bo'ladilar bu kishi. Mana 10 tachaga yaqin mashinka xarid qilganlar. Mana yana olib kelib o'rnatib beryapti. Mana yangi VMA Saving mashinkamiz. Xo'p, ichidan ajoyib narsalar chiqar ekan. Mana biz ham ochib ko'rsak, o'zini brend to'g'risidagi xo'p, metri bor ekan. Metri qo'shimcha lapkalari bo'lar ekan, chiska. Mana bunaqa maychalari bo'lar ekan. Yangi xilda pinseti bo'lar ekan, chiskasi. O'zini logotiplari tushirilgan bo'ladi. Shunday narsa. Biz o'zini ichidan chiqar ekan. Bunday shtrix kodlari bilan ofitsialniy firma hisoblanadi. VMA Saving bo'ladi. Az keyin qo'yilgandan keyin ham jarayonlarni ham qo'yib boramiz. Mana o'rnatyapmiz hozir. Orqalarida qo'yib yozilgan. Mashinkamiz hozir ishlaydi. Ko'ramiz. Shuna ajoyibgina metrlari ham bor ekan ichida. Xullas.